Sizni ham qoningiz quyuqmi, davleningiz oshadimi, boshingiz ko'p og'rib, yuragingizda ham bezovtalik bo'lyaptimi? Unda bu retsept siz uchun yaqinroq keling. 3 ta limonni ichida shunaqa danalardan tozalab olamiz va 3 ta chesnokni ham. Bu nima uchun kerak? Qonni suyultiradi. Organizmda qon quyuq bo'lsa, hamma kasalliklar kelib chiqish boshlaydi. Infarkt, insult, undan tashqari davleniya. Buni men oyijonga tayyorlab beraman. Hozir bu retseptni albatta sizlar ham tayyorlab beringlar uydagilar kimdirda shu muammo bo'lsa, agar o'zingizda bo'lsa o'zinglar. Buni tayyorlayotganda shunaqa tozalab olgandan keyin blender yoki chopperdan chiqarib olasizlar va 2 litrli bankaga solib, ustidan bez, gaz suv qo'yasizlar va 2 kunga ustini streslab muzday joyga olib qo'yish kerak va 3-kundan har kuni kechki payt yotishdan oldin 50 mg dan ichilar ekan va undan tashqari agar oshqozonda kasali bor, gastriti borlar bo'lsa, to'q qoringa ichish kerak ekan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar qizlar.